Keling endi sizlarga tabiiy olma sirkasini men o'zim qanaqa ichayotganimni ko'rsatib bermoqchiman. Ya'ni men ko'rayotgan bo'lsanglar, har doimgidek sizlarga baklashkada borgandan keyin sizlar обязательно yo'q butilkaga yoki bo'lmasa bankachiga solib qo'ysanglar ham bo'ladi. Masalan, mana men butilkaga solib qo'yganman. Bu butilkada qorong'i joyda shkafimda turadi, qorong'i joyda turaveradi. Bu o'zidan o'zi effektini kuchaytirib boraveradi. Xo'p, endi qanaqa ichaman? Ertalab choydan keyin nimagaki menda qabziyat bor, shu hisobga men choydan keyin ichaman. Mana bir piyolagina, yarim piyola ham jiliqdan issiqroq suvda, men hozir kichkina qoshig'im bor edi, oldinda kichkina qoshig'ida solib ko'rsataman. O'zi tegi buni katta qoshig'ida solgan ma'qulroq. Mana bitta katta qoshig'ida to'ldirib solaman. Bu kichkina qoshig'ida solganim hisobiga mana ikkita solyapman men. Qachonki qabziyat bo'lganda, qabziyati bor bemorlarimiz albatta choydan keyin, oshqozonda muammosi, masalan, gastritda bo'lganlar ham choydan keyin ishligini maslahat beraman. Choydan keyin ham ozdiradimi qilayotganlar uchun ichinglar qancha ko'p kelsa, shuncha vez tashlash jarayoni kuchli bo'ladi. Mana buni endi men saqlab hozir ichib yuboriladi. Bo'ldi shu bilan, keyin kechqurun uxlashimdan oldin, to'q qorin bo'lmayman unda ham, o'rtacha qorin, chunki men hozir erta vaqtli choy yeganda, mana hozir orada 1 soat o'tgandan keyin hozir ichib olaman. Ovqatimni tezroq hazm qilib bersin deb. Endi kechqurundan uxlashdan oldin qorin unaqa to'q ham bo'lmaydi, o'sha holatda ham xuddi shunaqa tayyorlab ichib olaman. Mabodo kimda qabziyati juda ham kuchli bo'lsa, bemalol ikkita katta qoshiqchada solib, olma sirkasini ichsanglar bo'ladi. Xuddi shunaqa suvga tayyorlab. Bunaqada ham effektivlari zo'r bo'ladi. Endi xudo xohlasa ertaga saharga qanaqa ichilishini ko'rsatib boraman.